Hammaga salom, sizlar bilan men Dizer. Shu oldin bilgan, oldin tanigan sho'x, takoy nima deydi, pozitivniy o'sha bola hozir endi YouTube platformasida deydimi, YouTube sahifasida deydimi, hech narsasi yo'q. Men bugun nimadan hozir video olyapman, nima sababdan? To'g'risini aytaman, men bitta faylga kirib qoldim. O'zim ismimni yozib qo'ygan ekanman, kompyuterni yoqmaganimga to'g'risini aytaman, salkam 4 yo 5 oy bo'ldi. Mana 5 oy deganda endi kompyuterni yoqdim, bitta o'sha Shahzod o'zim ismim yozilgan faylga ko'zim tushib qoldi. Kitobga gapirib o'tirmayman sizlarga. Men primo aytaman. Kirdim o'sha faylga, meni hayron qoldirgan narsa nima? U yerda men orzu qilib qo'ygan narsalarimni, rasmlari, tekstlari, ko'p orzularimni prosta ichiga yig'ib qo'ygan ekanman. O'shalardan bittasi, to'g'risi men kichkinaligimda 2019da adashmasam yoki 18da endi YouTube'ni boshlab, auditoriyalar zo'r, takoy aktiv ko'tarilayotgan payt 1 millionta bo'lishni orzu qilib qo'ygan ekanman. No, afsuski, ko'pchiliginglar bilasizlar, to'g'risini aytaman, meni oilaviy sharoitim yomon bo'lgan payt, o'sha paytlari hozir yaxshi, Xudoga shukr. No, o'sha paytlar yomon bo'lgan payt men kanallarimni sotib, hammasini prosta tak yo'q qilib tashladim. Chunki O'zbekistonda monetizatsiya degan narsa yo'q. Ya'ni YouTube bir so'm pul bizga berib qo'ymaydi bu videolarni qo'yganimiz uchun. Shu sababdan pul kerak bo'lgan sabab YouTube kanallarni sotib, o'sha pulga kerakli narsalar qildim. O'zimga kompyuter yig'dim. O'zimga bitta karyeram bor, uni boshlab qo'yganman. Yaxshi ketyapti. Ishqilib shu YouTube orqali to'g'risi menga yo'lim ochilishiga ozgincha bo'lsa ham turtki bo'lgan. No, bu degani endi faqat sizlarni podpiska qildirib turib ko'tarib sotib yuborish emas. Mana hozirgi kelganda meni hamma narsam bor. Uyim, joyim, mashinam, kompyuterim, hamma narsam bor. No, bugun shu orzuga ko'zim tushib qoldi. YouTube'da 1 million obunachi prosta tak mashi armon bo'lib qolmasin degan maqsadda men bugun, ya'ni mana sanasini aytaman, 16.08.2026, ya'ni 16-avgust bo'ladi. Soat 12:33 abedki vaqtda men shu videoni olyapman. YouTube'ga to'g'risi qaytyapman. Endi yo'qolib ketganimning sabablari juda ham ko'p. Qanaqadir savolinglar bo'lsa kommentariyaga yozsanglar, keyingisida bir intervyu olmoqchi bo'lib yozayotganlar ko'p, shularga ham savol bo'lib qolardi. Agarda qanaqadir savolinglar bo'lsa, mening haqimda, nima bo'lgan haqida, yo'qolib ketganim haqida intervyu olmoqchi bo'lganlar, bemalol Telegramga yozaveringlar. Men nima deydi, hamma savollarga javob bera olaman. O'zimni oilaviy sabablarga ko'ra desa ham bo'ladi, o'zimni shaxsiy ishlarim bo'yicha desa ham bo'ladi. Prosta tak YouTube'dan ketdim. No, endi hozir qaytish vaqti keldi. Legend is back, nima deydi? Inglizcha bilmayman. No, ozgina fursat kutasizlar. Uzog'i bir kun. O'sha dushanba kuni yoki seshanba kuni. Bugun yakshanba, mana video otgan paytim yakshanba. Dushanba yoki seshanba kuni ikkita kanal ochganman. Birinchisi Minecraft kanal, mana bu burchakda hozir Roblox kanalim ham chiqadi. U bo'yicha ham video olmoqchimiz. Keyin ularda aktiv normallik qilib turib, CS:GO bo'yicha ham kanal olib, uni ham olib ketamiz. Proseslarni nimalar kerak? Oldingidek bo'lgan menga ishonchinglar, poddershkanglar, qo'llab-quvvatlashinglar. Shu poddershkani o'zbekchasi. O'zbekchasi emas, o'zbekchashi. O'sha poddershkanglar kerak bo'ladi. Mana mashqgacha ko'rgan bo'lsanglar kattakon rahmat. 5 minutlik videoyimmi? Xudo xolasa ertaga soat rovna 17:00 da yangi video chiqadi. Bu videoni men bez montaj qo'yaman, montaj ozgina qilaman. Men bu boyaga degan joylarimga takoy chorno-belый fonlar qilib. No, men bu joyimni ham kesmayman. Minecraft to'g'risi esimdan chiqarib qo'ydim. No, ozgina xafa bo'lgan tarafim, meni o'zi Minecraft ko'tardi. Ya'ni Minecraft orqali tanildim. No, prosta keyin Minecraft tashab qo'ydim. Hech qachon bitta orzu qo'ydinglarmi? Unga erishmasdan tashab qo'ymanglar. Motivation gaplarimdan bu. Mana shu 1 million obunachi bo'lish orzuyimni hozir endi amalga oshirishni boshlayman. Xudo xolasa rovna 1 yil deb uzoqlashtirmayman. 1 oyda 100 mingta bo'lishga harakat qilaman. O'sha 2 yo 3 oyda 1 millionga chiqish niyat bor.
endi o'xshab qolsa, agar o'xshamasa-da u yog'i tavakkal, sekin-sekin olib ketaveramiz. No, endi bu kanal umuman sotilmaydi, hech qanaqa menga pul tomonlama, nimadir tomonlama hech qanaqa narsa kerak emas. Men endi o'zimni qiziqishim bo'yicha, ya'ni YouTube sohasida o'zimni orzuyimni amalga oshirmoqchiman. Mana shu kecha ko'rgan bo'lsanglar kattakon rahmat. Tezda podpiska bosib qo'yinglar, chunki teaser qaytdi. Rahmat hammalarga.